Hurmatli obunachilar, Uchko'prik chorva bozoridan 9 million so'mdan tortib 10 million, 11 million, 12 million so'mgacha buqalarimiz bor. Oxirgisi 13 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkaga beriladi. O'sha arzonchi Hojimurod ukamizdan. Aloqa uchun telefon nomerimiz 93lik 047 9047 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Buni bugungi bozorda bosh. Hammaga assalomu alaykum. Baraka o'z kanali ashaddiy muxlislari. E'tiborlaringlar bugun 2026-yil 22-avgust hafta kuniga shanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qolaxon qishlog'ida joylashgan Cho'laqon bozoriga sizlarga narxlarni batafsil berishga harakat qilaman. Videolarimiz yoqsa bardoqligina like tugmachasini bosib qo'yasizlar ekan. Aka, qancha bo'ldi bu? 27 million so'm bo'pti akalar, 27 million so'm akalar. Bunga yo'q variant. Chorva brend kanaliga obuna qo'yasizlar. 27 million so'm. Akalar, qani bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim deb yonilib o'z ishimizni boshladik akalar. Aka, qancha bo'ldi? 27 million deydimi? Tushunmay qoldim. Hozir sherikdan so'raymiz qancha bo'lgan. Gibrid sement avnaj. Abdullajon qancha bo'pti? 17 million buruz. 17 million buruz yaxshi. Zo'r gap yo'q. Shu jaylanroq ekanda, gibrid chachishgan ekan akalar. Xo'p akalar, sekin bozorga narxni olamiz. Mollar ko'p. Mollar ko'p. Sirop. Sekin naqdga, nastasa, aka qanchadan bular? Pulu 25 milyondan sotyapsizmi? 25 million so'mdan kami bor ekan. Gibrid buqalarda bo'ylari 1.15 atrofidagi 20 ham chiqam chiqmaydi. Bozor qanchadan qildi? 23 million so'mdan savdo qildi akalar. Chatishganda. Aka, ishqibozga nomer qoldiram. Nechilik? 90lik 451 2012 raqamiga aloqaga chiqsa, mana gibrid buqalar. Toza deb o'ralmaymiz, yaxshi, zo'r, baquvvat, bo'ynivoq. Tez tayyor bo'ladi variantlar. Yaxshi. Xo'p. Nechtasi? Bu nech pul ekan, Jaydari? 23 million kami bor ekan, 21 million so'mga oldik deyapti. Akalar, bo'yi 1.20 atrofida. Yaxshi, zo'r. O'zingizga chiqaverami? Ha, menga chiqarsin, bo'ldi. Zo'r. 21 million so'm bo'pti, 23 kami bor deyapti. Bo'ldi, gap yo'q, zo'r. Xo'p. Hoji aka, qaysini shu bo'lyapsiz? Ikkalasi. Nech pul? 44 million so'm kami bor ekan. Akalar, 22 million so'mdan kam bor. O'zimiz yemishni ola qolar. Bo'ylari 1.20 plus. Ishqibozga nomer qoldirib qo'ying. 33lik. 90lik. Qaysi biri? Aqayozat 33lik. 203 903 2557. Yaxshi, qolar. Zo'r, bozoringiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Nechtasi bir joyda? Mana shundan tortib, bu dumikalta ham, ama yomon qoldigacha. Bular qanchadan? Bunisi gibrid ekan. Qanchadan qilyapti bular? Bularda quyug'i suyug'iga 22 million 200 dan. Quyug'i suyug'i 22 million 200 dan savdo qilyapman narxi. 23 million so'mdan kami bor ekan. Akalar, 22 million 200 ming so'mdan savdo bo'lyapti. Rasa yemga tashlaydigan xonasi. Yaxshi. Aka, ishqibozga nomer qoldirib qo'y. 94lik 854 87 57 raqamga aloqaga chiqasizlar. Bular o'ta polvon narsa. Sizlarni ko'rsatib qo'ygansiz. Polvon aka. Xullas aka, yemga tashlagan odam yutkizmaydi-da. Gap yo'q, vodiy bo'ylab dastavkasini qilaveradi. Bozoringizni bersin. Yaxshi, zo'r. Hop.
Voy, keratsizlar ham. Tepma o. Hop, ukam 1.25 ga. Nech pul bu? 22 kichik hali bor. 22 million. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? 22 million so'mdan o'tib ham beradi. Akalar 22 million so'm o'tib beraman deyapti. Endi hali ko'p molni ichida yurganda, ko'ryapsizmi? Bitta aybi nimasi? Bitta qarovsiz qolgan bor. O'sha ko'p molni ichida yurgan ekanda, bitta qarovsiz qolgan. Orqalarini ko'rsatdi. Mana borini boricha ko'rsatamiz. Akalar ozgina qarovsiz mertalab buqa. Yaxshi. Jaydarib qo'yam olyapsizmi? Yo'q. Aloqaga chiqarsin buqasi borlar. Ha, zotdor mollar aloqaga chiqarsin. Yana sizni nomeringizni olib qo'ying. 92lik 093 0305 ga chiqarsa. Ha, sizga farqi yo'q, ha? 50lik 120 60 raqamga aloqaga chiqaryapsizlar. Zo'r. Oho, bari oqbetlari bular. Xo'p, akalar. Sizlardanmi? Akalar, shu oqbetlar, gibridlar ekanda standart. Bu bari oqbetlar sizlarmi? Assalomu alaykum. 20 milliondan asli oqbetlar, gibrid ekanda bular, ha? Hammasi. Oyoqlari ham bor. Zo'r ekan olma. Nechtasi? 4tasi bir joydan? Bular qanchadan? Yemga tayyor ekan-mi eski shop? Ha, bu uchalasini 22 milliondan tashlab berdi işte. Mana shu uchalasi 22 million so'mdan tashlab beryapti, bunisi-chi. 21 million 300 ming. Buni nuqtani qattiq taqab qo'yibdi-da, o'shancha o'z ko'p. Ishqibozga qanchadan beraveramiz? Kelishamiz. Kelishamizmi? Vodiy bo'ylab dastavka qilib beriladi. Ishqibozga nomer qoldirib 90lik 072 93 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'g'izlardan ham bormi sizda? Bo'g'iz bitta bor. Bitta bor. Buni taqvodi ko'tiga qarab. Zo'ridanmi? Zo'ridan. Ishqibozga o'sha nomerga aloqaga chiqarsinlar. Xo'p, bozoringizni bersin. Salomat bo'lasiz. Orqalarini ham ko'rsatib qo'y. Zo'r ekan. Endi o'zimizni joydari gibridlar. Qaysi qancha o'lyapti so'raymiz. Jalolda qaysisini qancha olyapti? Nech pul? 22 million 800. 22 million 800. Ha, qo'shni tillasini. Gap yo'q ama. 22 million 800 ming bo'ldi. Gapni qo'yapti. Mana oyoq qo'li uzunidan qancha bo'ldi? Aka, pulini so'radingizmi? So'radim 26 million qilsa. 26 million so'm savdo qilyapti. Bo'yi 1.30 tepasi. Yaxshi. 1.30 tepasi bu qor. 26 million so'mga savdo qilyapti. Yaxshi. Kela mana. Qizil ola deymizmi, talg'ir deymizmi, gibrid deymizmi, chiqib. Asa boqaydigan narsa ekanda. Bo'yi 1.30. 1 yashardan o'tdi ham to'g'ri, olmos zo'r narsa ekan. Oyoqlari karabkani bor. Menasi. Aha. Endi 20 kun bo'ldi-da turganligi. Ha, inasi endi 20 kun bo'ldi tuqqaniga. Bundan keyingisini. Ha, bundan keyingisi. Aka, buni narxi nechi pul? Narxiga aka hozir o'zim 28 kam bor deyapman. 28 kami bor. 25 million so'rayapti, bermayapti. Zarar, to'g'ri. Zarar 25 ga zarar. Akalar 25 million so'm savdo qilyapti, zarar qilyapman deydi hoji aka. Qo'shilsa sotamiz. Qo'shganga sotamiz. Ishqibozga nomer qoldirib 90lik 90lik 555 37 51 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana gibrid. Zo'r ekan. Hoji aka, bozoringizni bersin. Mol zo'r ekan, menga ma'qul keldi. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, ammo realniy sifat ekan. Ya, mol zo'r. Zo'r. Va enasi meni bo'yimdan baland. Ha, gigant ekanda, ha? Ha. Mana bitta mana bunday oyda. Aha. Mendan baland enasi. Zo'r ekan.
ishqibozlarga chiqarsinlar, kelishtirib beradi. Olsa aloqaga chiqamiz. Bo'ldi, hoji aka, bozoringizni bersin. Yaxshi. Ha. Molni serobing mana. Voh, mana bu qani nima deyapti akalar mana. Sifat qarang, sifat. Vashi polvon akana. Egasini Yo'q. Sizdanmi? Yo'q. Sizdanmi aka? Boshqa. Ama akalar, buqalarni, mesni buqalarni o'ta tanalari chiqibdi-da buguncha. Ha? Sizdanmi bular? Uchalasi hammi? Hozir yetib turadi. Mesni buqalar o'ta udorlar chiqibdi bugunga. Qanchadan bu ikkalasi? İkkalasi 55 milyon bo'lyapti. 55 milyon. Mana ular ham sizdanmi? Yo'q, mana ikkalasini 55 milyon. Kim mana ola, ha? Yo'q, nargis. Mana ularmi? Mana shu buni sherik. Bunisi nech bu? Bu ancha polvon ekanmi, katta ekanmi? Aka 28 ga beraverman. 28 ga jazma olaman desa berib yuborasiz, ha? Dastlabki vodiy bo'ylab. Yo'q, kelishamiz. Sizda bunaqa buqada muammo bo'lmaydi-yu. Ishqibozlarga chiqarsa mol qilib berasiz, ha? Beraman aka. Ishqibozga nomer qoldirib. 91lik 691 77 88 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Maynaqa buqa oladiganlar, sotadiganlar muammosi aloqaga chiqarasizlar. Beshariq, Yeypan, Uchko'prik, xullas Qo'qon atrofi. Bozoringizni bersin. Ha. Yo'q. Mana ular ham ashi go'shtli buqalar ekanda, donaklar ekanda. Ashi ajoyib. Qanaqa ekanda buqalar ekanda, zo'r ekanda. Yo'q. Akalar mana shu buqa bilan mana gibrid, xullas ikkalasi 60 million so'm bo'ldi. Yaxshi. Akalar, buni ham aniq egasi emas, bitta aka ko'ribdi. Endi realni men ko'zim bilan ko'rmadim, akalar. Ikkalasini 85 million so'mga bermayman. Shunday. Xullas, bozordagi holatni aytib o'taman akalar, mol o'ta serob. Tiqilyapti mol. Qimmat lekin, qimmatdan sotar aka. Mol qimmat bo'lib ketganini ololmayapti odamlar. Ya hojiba hormang, assalomu alaykum. Sen joningiz sog'mi? Hadi kaltagi. Charchamayapsizmi? Mana bu deb olib qo'y. Birasam bergan. Hojiba bozorning vaziyatini aytib qo'ying endi. Arzon. Bozor qimmat kasodlikni aytib qo'ying-da, to'g'risini aytaver. Olush yo'q. Mol arzon. Olush. Yo'q. Aytaymi? Bozor arzon bo'lganda bu mollar qolmasdi. Hammasini olib qo'ying. Ha, bo'ldi. O'zimiz bozorda veterinar trenddagi tog'alarimiz. Tomongandagi oila telefon qiladi. Telefon qiladi-da hojiba. Jonlang sog' olsin deydi hojiba. Yo'q. Salomat bo'lasizlar. Xullas, endi hazil akalar, bozor bo'lyapti, yaxshi. Oldi sotdi bo'yatibdi, bo'lgan yo'q emas. Hazlash, yonimizda savdogarlar turganiga hazlash, qimmat deb qo'yapman-da. Qimmat emas, yaxshi. Endi hamma cho'ntaga qarab olyapti-da akalar. Mol o'ta tegin ham bo'lib ketgan yo'q, qimmat ham bo'lib ketgan yo'q. Oldi sotdi bo'lib turibdi, sekinroq. Nima deydi? Sodaq aytganda qimmat kasod. Meni yomon ko'rmaysizlar, savdogarlar borsa aytaman. Shved buqani o'ta ajoyib. Ha, jonivor. Shvedlar chiqdi-da, baquvvatlar, baraka olsun. Zo'r ekan omon. Baraka olsun. Zo'r ekan omon, xolos. Shved buqa baribir zo'r bo'ladi akalar. Olgan odam baraka topadi. Ular nima deyapti? 30 milyon 500 ga beraman deyapti, 30 milyon 400 ga har doim. Xo'p akalar, endi yosh. Bunisi nech pul aka? 19 milyon so'mda ola qora, ajoyib ekan. Biri 15 atrofida, ha? Sotildimi? 19 milyon so'm sotilibdi bu akalar, ola. Zo'r. Buni qancha qildi? 15 milyon 800 ming so'm qildi akalar, 15 milyon 800 ming so'm. Yaxshi, zo'r.
Hocaka, bularni qanchadan qaysini qancha qilyapti? 16.600 qilyapti. 16 million 600 ming so'mga realniy savdosi. 17 ga qo'shsa beraman. 17 ga qo'shsa berasiz. Kamiga bo'lmaydi. Kamga turkamaydi. Zo'r. Hammasizdanmi? Hammasi meni. Necha puldan necha pulgacha molimiz bor? 20 milliondan tortib 17 milliongacha molimiz bor. Akalar 17 million so'mdan 20 million so'mgacha molimiz bor ekan. Ishqozga nomer qoldirak. Baraka olsun. 91lik. 91lik 201 201 16 raqamga aloqaga chiqarsa, mana shu akamga molni bering aka. beraman. Boqqani olyapti mana. Baraka bo'lsin ey hoji aka. Jab yo'q, o'zinglarning zo'r. Hop. Bular olyapti, sotyapti, tushunmayman. To'rttasi bir joyga yig'ilib olgan ustalari. Tugadimi? Mol tugadimi, bozor tugadi? Ha, bozor tugadi. Bular kimdan? Ha, tugagan joyga ozan qo'ramiz. Yer bilan bitta qo'rik. Nechtasi? Eka 13,5 dan tashib kelaverasiz. Ha, 15,5 mi? Odashtirib ham bo'lmaydi ekan sizlarda. 15,5 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki. O'zbekiston bo'ylab tashib kelyapti. Bo'ldi, O'zbekiston bo'ylab qancha tashib qo'yadi? 16 dan tashib qo'yadi. Akalar 16 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Ishqozga nomer qoldirak. 97lik 944 7344 raqamga aloqaga chiqasizlar. Kelishtirib beraman. Bir xil narxmi? Ha, bu to'rtalasi 16 million. Gap yo'q, bozorlaringiz. Zo'r. Bular qanchadan, ey akalar? Qanchadan bular? Ha, shiralligimi? Bu chiroylilar narx qanchadan? 14 dan beraverasiz. Akalar 14 million so'mdan to'rtalar. Bular yaxshidanmi? Ha, bular oz gaplashamiz. Voy, bular qanchadan? 15 olasi 27. Olasi 15, voy jonim, 15, bular 27 million so'm bo'lyapti ekan. Ishqozga nomer qoldirib qo'y. 90lik 586 0805 raqamga aloqaga like bosamiz. Endi bu buqalarni narxini so'raymiz endi. Hoji akbar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdanmi? Bizdan. O'ta puli yengillar. 11. Bor verilishda. Yo'q, buna 11 million, 12 million, 13 million ham Bor ekan. Bor. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab muammo yo'q. Ishqoziga mana buni karabkas butuniga necha pulga beraveramiz, jazma olaman. 13 million bo'lsa beraveradi. 13 million bo'lsa, qo'sh yo'q. Yo'q, qo'sh. Shu. Yaxshi mol lekin. Yo'q, so'ragan bu qola. Ishqoziga nomer qoldirib qo'ying. 91lik 91lik 686 686 53 50 raqamga aloqaga chiqarasiz. Yo'nakdan kulonlar aylanib ko'chada o'tiramiz. Sizmi jiyanozibmi? Mana tashqariga chiqib ketgan. Sizmi? Men pulni kutib o'tiradi. Ha.